do'stlar, Spitzer kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz Blender bo'yicha kurslarimizning 13-darsini olib o'tamiz. 13-darsimizning mavzusi bizda Cell Fracture Quick effektini o'rganish bo'ladi. Ya'ni biz oldin Quick effektlar bo'limidan Quick Liquid, ya'ni suyuqlik mavzusini o'tgandik va bugun esa biz aynan o'sha menyuda joylashgan Cell Fracture, ya'ni biz bugun sinish, ya'ni hujayralar sinishi degan ma'noni anglatadigan modifikatorga o'xshaydigan narsani o'tamiz va birinchi bo'lib biz aynan o'sha Cell Fracture qo'shish uchun aynan men Blenderni 4.2 versiyasini ishlataman va menda bu narsa tayyor emas va siz aynan bu narsani mana bu yerga paydo bo'lishi uchun siz birinchi bo'lib Google'dan add-onini skechas qilib olishingiz kerak bo'ladi va uning uchun esa siz shunchaki Google'ga Cell Fracture Blender deb yozsangiz sizda aynan mana bu Blenderni ofitsialniy saytidan Cell Fracture chiqib keladi va uni bosganingizdan so'ng siz shunchaki get add-on va aynan mana buni olib o'zingizni Blenderingiz loyihangizga tashlashingiz kerak bo'ladi va menda bu allaqachon bor va buni tashlagandan keyin esa shunchaki uni qo'yib qo'ymaymiz va biz keyin editga o'tamiz va ayni preferences bo'limiga o'tishimiz kerak bo'ladi va bundan add-on bo'limiga kiramiz va bu yerdan Cell Fracture bo'limini qidirib bu yerga, ya'ni galochka, ya'ni sichka qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, barcha bu ishlarni qilib olganimizdan so'ng endi biz ishga o'tishimiz mumkin bo'ladi va birinchi bo'lib biz F3, ya'ni notebookimizning yoki kompyuterimizning yoki klaviaturamizdagi aynan o'sha F3 nuqtasini bosganimizda bizda har xil menyular chiqadi. Ya'ni biz Quick Look ham aynan shu yerda joylashgan va biz bunda Cell deb yozsak, ya'ni Cell Fracture chiqib keladi va buni bosamiz va bizda aynan mana shunday narsalar chiqib keladi. Va birinchi bo'lib esa bizda source limit, ya'ni o'sha sinadigan bo'laklarning maksimal qiymati va ikkinchisi esa bu noise, ya'ni ularning qanchalik random joylashishi. Agar siz noise 0 da turadigan bo'lsa, ular bir tekis, ya'ni g'ishtlarga o'xshab terilib qoladi. Ya'ni g'ishtlarga o'xshab emas, ular shunchaki bir kvadratni ular tekis bir nechta bo'lakka bo'lib tashlashadi va bizda aynan mana bu yerda 5 xil bo'limlar bor. Aynan ularni bo'lishni va bizda aynan eng kerakli bo'ladiganlari bu Owen Particles va National Pencil degan bizda bo'lim hisoblanadi va National Pencil bizda o'zimiz, ya'ni sinishlarni o'zimiz belgilamoqchi bo'lsak ishlatsak bo'ladi. Ya'ni biz National Pencil ishlatish uchun esa biz aynan mana buni kubni tekis qilib ushlab olishimiz kerak bo'ladi. Mana bunday ushlaymiz yoki farqi yo'q va bu yerda aynan biz qalamchani tanlashimiz kerak bo'ladi. Va agar biz shunchaki qalamcha bilan mana bunday chizadigan bo'lsak, buni ustiga u kubning ichiga kirib ketadi va biz buni to'g'irlash uchun esa aynan mana bu yerdan tuzilib ketdi. Aynan mana bu yerdagi 3D kursor emas, balki bizda 3D kursor hisoblanadi va buni o'rniga biz on surface, ya'ni biz chizayotgan yuzani ustiga chizishimiz kerak bo'ladi. Va endi biz mana bunday chizadigan bo'lsak, bizga ko'rib turganingizdek kvadratning ustiga chiziladi va biz endi mana bu yerdan bizga kerakli bo'lgan yoriq chiziqlarni chizishimiz kerak bo'ladi. Masalan, birinchi masalan bizda nuqta boshlandi, nuqta kattaradi va yana kattaradi va endi uni ichidan bizda mana bunday bo'laklar hosil bo'lishi kerak bo'ladi. Va keyin esa biz shunchaki kubni tanlaymiz, F3 ni bosamiz, Cell Fracture va National Pencil va buni noise-ni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi va yana bir qiladigan ishimiz biz edit mana bu yerdan oddiyni tanlaymiz va edit modedan biz buni subdivide qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz qancha ko'p buni subdivide, ya'ni bo'laklarga bo'ladigan bo'lsak, unda shuncha ko'proq, ya'ni bo'laklar hosil bo'ladi. Va biz buni Cell Fracture Pencil tanlaymiz va yana bir narsa bizda aynan mana bu yerda collection degan joy bor. Bu juda ham muhim narsa. Ya'ni biz yangi collection yaratamiz va ko'p bo'lingan barcha bo'laklar aynan o'sha kolleksiyaga kiritiladi va bu bizda ishlayotgan vaqtimiz juda katta foyda keltiradi. Masalan, keling bu yerga bo'laklar deb yozamiz. Bo'laklar deb yozadigan bo'lsak va OK ni bossak, ko'rib turganingizdek bizda mana bunday kublar hosil bo'ldi. Hop, biz noise-ni, ya'ni noise 0 bo'lgan ekan, ko'rib turganingizdek, ya'ni boyagi ko'rishga ulgurdingiz, ya'ni bizda kvadrat shunchaki tekis bo'laklarga bo'lindi
Va endi biz boshqa qiladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek bizda aynan biz chizgan joyda kublar, ya'ni mana bu singan joylar soni ko'proq bo'ldi. Ya'ni bu yer to'proq va bu yerda qolgan joylarda esa katta-katta bo'laklar bo'lib, mana bu yerga nisbatan kamroq bo'laklar hosil bo'ldi va o'sha kolleksiyamizning eng afzallik tarafi esa bizda aynan mana buni biz berkitib qo'ysak, bulardagi barcha bo'laklar, ya'ni shuncha bo'laklar bizda mavjud. Ya'ni ular 68 ta ekan. Barchasini mana bu yerga katta qilib qo'ymasdan, shunchaki bir kolleksiyani ichiga qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va biz endi mana bu qalamlarni o'chirib tashlashimiz uchun esa biz shunchaki mana buni ustiga bosib o'tiramiz va bu yerdan annotate eraser'ni tanlashimiz kerak bo'ladi va endi buni o'chirib tashlashimiz ham mumkin bo'ladi. Ammo bizda eng qulay usul bu qalam bilan chizib o'tirish emas, balki keling mana buni orqaga qaytaramiz va mana buni boshqatdan o'chirib tashlaymiz. Ya'ni bizda eng qulay usul bu, shunchaki uni on particles bilan bo'lish hisoblanadi. On particles noise maksimum qilamiz va source limitni ham biz salgina ko'paytirishimiz mumkin bo'ladi va OK ni bosadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek bizda nisbatan kamroq bo'laklar hosil bo'ldi. Ya'ni ular 22 ta, chunki biz uni salgina kamroq subdivide qilgan edik va biz buni qancha ko'p subdivide qiladigan bo'lsak va cell fracture'ni boshqatdan bunga beradigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, ya'ni bizda jarayon ko'proq vaqtni oladi va shuning bilan u ko'proq bo'laklarga bo'linadi. Ko'rib turganingizdek, bizda bu safar qancha bo'lak bo'ldi? Ko'rib turganingizdek, 136 ta bo'lakka bo'lindi va endi biz bu bo'laklar bilan animatsiya ham qilishni o'rganishimiz kerak bo'ladi va biz hozir playni bosadigan bo'lsak, biz hech narsa o'zgarmaydi va biz endi animatsiyani qo'shish uchun biz birinchi bo'lib aynan bizdagi asosiy kubni o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi va shunchaki bo'laklarni qoldirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz aynan mana bu kub bizni haligacha mana shuni ichida turibdi va biz buni o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyin qiladigan ishimiz esa biz aynan bu obyekt tushadigan joyni belgilashimiz kerak bo'ladi va shuning uchun biz shunchaki mana bunday yuza qo'yishimiz kerak bo'ladi, ya'ni plane. Va endi biz plane bossak, bizda ya'ni biz bunga physics qo'shishimiz kerak bo'ladi va buning uchun biz bunga objektni bosamiz va bu yerdan rigid body'ni tanlashimiz kerak bo'ladi va bu yerdan add active'ni bosamiz, ya'ni active'ni qo'shish. Bizda light tanlanib qolibdi, chiroq, shuning uchun ham bizda bo'lmadi. Bizda e'tibor berishingiz kerak, faqatgina aynan mana shu tanlash kerak va agar siz aynan orqada boshqa obyektlar bo'ladigan bo'lsa, siz shunchaki bu yerdan birinchini bosasiz va eng tepaga oxirgisi yoki birinchisidan oxirgisiga yoki oxirgisidan birinchisi shift klavishini bosib turgan holda mana buni bossangiz, sizda aynan bo'laklar ichidagi barchasi tanlanadi va endi biz objektni bosamiz, rigid body va add active qilamiz. Qo'shildi va endi biz buni playni bosadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bizdagi bo'laklar yerga tushib ketdi. Ammo mana bu bizdagi yuza unga ta'sir qilmadi va ta'sir qilishi uchun esa biz bunga ham rigid body qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ammo biz bunga rigid body qo'shayotgan vaqtimizda add active emas, balki passivni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek, agar biz buni play qiladigan bo'lsak, bizda aynan mana bu bo'laklarimiz bizda sachralib ketdi desak ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bizda fizika to'ppa-to'g'ri ishlayapti va mana bu obyektlar pastga teganda bo'linib ketyapti. Va keling endi ularning barchasiga rang beramiz. Birimni tanlab olamiz va pastdan materialga o'tamiz va bularni masalan qizil qilamiz. Hop, qizil qilib oldik. Va bularni barchasini qizil qildik va endi play qiladigan bo'lsak, bizda anchagina bilinarliroq bo'lib chiqdi va keling bularni biz metalik qilamiz, ya'ni bular ko'proq charaqlab turadi va roundness'ini ham kamaytiramiz, ya'ni ular xiraligini ham kamaytiramiz. Bu yerda metalikni oshiramiz va roundness'ni juda ham yaltirab ketdi salgina va metalikni ham ozgina kamaytiramiz. Va aynan biz mana bu holda ularni qanchalik yaltirashini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va keling endi lightni ham biz ikkita qilamiz va ularni kuchini ham ko'paytiramiz. Mana bu yerga olib o'tamiz.
va uni kuchini minglatdan, masalan 5000 vattga ko'paytiramiz va ko'rib turganingizdek, ular bizda ko'proq charaqlashni boshladi va ular ko'rib turganingizdek, tushgandan keyin shunchaki qotib qolmaydi. Ular to'liqligicha o'zini rolini boshqaradi va ular to'xtamaguncha xuddi fizikada qanday ishlasa, bu yerda ham xuddi shunday ishlaydi. Va yana bir narsa, agar biz masalan bu obyektga tashqi kuch, ya'ni shunchaki tushadigan joy emas, balki tashqi kuch nimadirni urib sindirish ham mumkinmi degan savol bo'ladi va albatta uni qilish ham mumkin. Va keling biz bularni barchasini birinchi bo'lib tanlab olamiz va bunday pastga qo'yamiz. Ha, biz aynan bular mana bunday tursa ham bo'ladi va endi biz aynan bizning obyekt mana bunday pastga tushadi va uni orqasidan esa katta shar buni ustiga tushadigan qilgan animatsiya qilamiz. Keling, birinchi bo'lib biz Shift E qilamiz va UV sferani qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Buni kattaligini salgina kamaytiramiz va Shade Smooth beramiz. Va keling, aynan mana bu kubga ham Shade Smooth beramiz. Shade beramiz va bizdagi bo'laklar anchagina silliqroq chiqadi. Ko'rib turganingizdek, ular ancha silliqroq va chiroyliroq shaklga keldi. Va keling endi bizning dumalog'imizga qaytamiz va dumalog'imizga ham rang beramiz. Masalan, u ko'k bo'ladi. Ko'k rang bo'ladi va biz aynan bu sharimizga ko'proq effekt berish uchun biz shading bo'limiga o'tamiz va bunga eng kichik bo'lgan, ya'ni oddiy bo'lgan glass effektini beramiz, ya'ni glass PDF. Bu bizda aynan oyna, ya'ni glass oyna effektini beradi, ya'ni derazalardagi oyna. Va keling buni ham ko'p qilamiz va roundnessini ko'paytirsak bo'lmaydi, kamroq qilamiz va endi biz modelingga o'tamiz. Bizda unchalik ham ko'p narsa o'zgarmadi va metallikni ko'paytiramiz va roundnessni minimumga o'zgartiramiz va shunda bizda yaltiroq shar hosil bo'ladi. Va endi esa biz bunga tab emas, balki objektni bosamiz va Quick Effects'dan Rigid Body'dan Active beramiz va endi biz play qilsak, ko'rib turganingizdek, bizda sharimiz yerga tushdi, ammo bizda mana bu yerga, ya'ni pastdagi bo'laklarga ta'sir qilish uchun uni kuchi yetmayapti. Chunki u juda ham yengil shar hisoblanadi va biz uni og'irligini ko'paytirish uchun, ya'ni ko'paytirishning maqsadi bizda aynan mana bu sharlarga ko'proq kuch ta'sir qilganda ular tarqalishi uchun biz aynan physics bo'limiga o'tamiz va bu yerdan 1 kilogrammni masalan 10 kilogrammga oshiramiz va boshqatdan play qiladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bu anchagina ko'proq ta'sir qilishni boshladi. Va keling, masalan, endi buni 50 kilogramm qilib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, endi bizning aynan mana bu sharimiz bularga anchagina ko'proq ta'sir qilishni boshladi. Ko'rib turganingizdek, sharimiz to bu kublar tarqalguncha o'rtaga tushdi va ularni itarib tashlab tezroq tarqatishga majburladi va aynan bizning mana bu yuzamizga ham u tegib pastga tushib ketmayapti va bizdagi barcha obyektlar o'zini qimirlaganicha qolib turibdi. Xo'p, bugun darsimiz shu narsalardan iborat edi. O'ylaymanki, bu dars sizga juda ham foydali bo'ldi va keyingi darslarimizda biz shu mavzu bo'yicha yangi proyektlar qilishni ham o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bugungi darsimiz, siz albatta self fracture funksiyasidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, albatta videoning opitseniyasi qoldiraman, ya'ni Blenderning self fracture addonini qanday qilib o'tkazib olish uchun va albatta siz uni o'tkazgandan so'ng preferencesdan addon bo'limidan mana bunga ptichka qo'yishni unutmang va bemalol o'zingizni Blendersga o'zingizning vkusingizga qarab proyektlar bajarib, ya'ni siz faqat dumaloq yoki kublarda emas, balki bizda har xil shakllar mavjud, tayyor. Masalan, bizda maymunchayam bor, ya'ni monkey. Siz u bilan ham bemalol self fracture funksiyasidan foydalanib, uni bo'laklarga bo'lib, uni maydalab, uni sochib yuborib, boshqa narsalar bilan, ko'proq narsalar bilan ta'sir qildirib, uni bemalol maza qilib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, o'ylaymanki, bu dars sizga juda ham foydali bo'ldi. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, speed kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr.